Men o'zim sizni qo'llab-quvvatlayman. Sadriddin aka, judayam ko'ngli bo'sh yumshoqsizda. Bu odamlarga qattiq qo'l bo'lish kerak. Ko'zingizdan o't chaqnab turmasa, stolga mushlab urib turmasangiz, idorada tartib bo'lmaydi. Men qarang, qo'rqmasdan so'kavering. Agar birontasi g'iring deydigan bo'lsa, meni o'zim uni adabini berib qo'yaman. Tushundingizmi? Til topishamiz uka. Bu yoqdan ko'nglingiz to'q bo'lsin. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Sadriddin aka biz bilan yursangiz, sizda ishimiz bor edi. Hozir. Bo'pti, olimjon. Yaxshimisiz domla? Yaxshimisiz. Rahmat. Domla, sizda gapim bor edi. Sizni tanimayroq turibman. Men bugungi kunda tadbirkor bo'laman. Otim Bahrom. Bahromday botir, qo'rqmas bo'lib yursin deb qo'yganlar dadamlar. Yaxshi niyat qilishgan ekan. Hozir men shunday bir narsa beramanki, bunaqasini birorta gazetda ham o'qimagansiz. Gazetangizni hali odamlar izlab o'qishadigan bo'ladi. Men aytdi deysiz. Hamma gazetalarni sindirasiz. Nima roman bu? Roman yozish o'zingizlarga buyursin. Men birovlarning rizqini qirqadigan nomardlardan emasman. Xatingiz chiroyli ekan, o'zingiz yozganmisiz? Maktabda eng a'lochi bolalardan bo'lganman, domla. Ammo hech qayerda o'qimaganman. Zonada o'tirganimda sizni gunoh degan hikoyangizni o'qidim. O'qidimmi negadir shu daftarimni sizga bergim kelib qoldi. Yana xushomad deb o'ylamang, domla. Chin yigit so'zim. Men xushomaddan keyin tug'ilganman. Nega o'qimagansiz? Hammasini mana shu daftardan bilib olasiz, domla. Yo'lim tushganda kirib o'tarman. Omon bo'ling, domla. Xo'p, sog' bo'ling.
juda mahkam bog'langan ekan, yasholmayapman. Ota, ko'zingizni oching. Ota turing. O'g'ri tushibdi, molxonada o'g'ri yuribdi. Molxonada o'g'ri. O'g'ri? Ha, Sheralnikdan dars tayyorlab qaytayotgan edim. Qarasam molxonamizda birov yurganga o'xshadi. Balki ko'zingga ko'ringandir, a? Yo'q, aniq ko'rdim. Tez yuring, ota, bo'la qoling. Qani bo'l tez. Molga tegma. O'sha turmasa. Qo'limni yech. Voy! Uningni chiqarma. Senga mol kerakmi, jon kerakmi? Yo'q, haliga. Rahim qiling. Shu sekunddan boshqa menda hech narsa. Otamga tegma. Men bu molni o'z o'g'lim uchun atab yuribman. Uni o'qishga kiritmoqchiman. Tushuninglar, ukalar. Shafqat qilinglar. O'g'ling o'qimasa ham bo'ladi. Mana biz ham o'qimaganmiz, lekin rizqimizni terib berganmiz. O'sharovasingni gapimni eshit. Hozir sigiringni yechasanda tashqariga olib chiqib mashinaga yuklaysan. Tushundingmi? Paroringdan Shafqat sigirni ye. qilinglar. Yo'q, ota, yechmang. Sigirni yeyapsiz. Og'zingni ocharsan. Yo'q, tegma. Urma o'g'limni. Urma. Men roziman. Roziman. Faqat o'g'limga tegmanglar. Bahrom. Kel o'g'il. Rozimiz. Obchiq. Ey Parvardigor, ko'chalarga tushgan bor. Yur. Imillamasdan tezroq bo'lsang-chi, tezroq. Meni ukalar, xonavayron qilyapsizlar. Joni omon qolganiga shukr qilib jo'na. Ota. To'xta. Sigirni qaytar. To'xta. Sigirini o'qitgan olib ketyapmiz. Diplomli bo'lgandan keyin qaytib keladi. Bo'ldi, kuyan. Bahrom, o'g'lim. To'xta, yaramas. Oy. Nima gunoh qiluvdimki meni bunchalik jazolaysan? Kechani kecha, kunduzni kunduz demay ishlab topgan sigirni ham ko'p ko'rding-a. Yuring uyga. Endi nima kiraylik, ota. qilamiz? Nima Uyga qilamiz kiraylik. o'g'lim? Uyga kiring, ota. O'zim-ku kambag'allik tufayli o'qiy olmovdim. Endi seni o'qitaman deb asrab yurgan sigirdan ham ayrildim. O'g'lim, bo'lar ish bo'ldi. Peshonamiz sho'r ekan. Lekin o'g'lim qarz qavola qilib bo'lsa ham seni o'qitaman. Ha. Voy-voy. Hali ham uxlamadilaringmi, a? Vo'ng'ir qilaverib, meni ham uyqumni buzdilaringga. Tavba. Voy, dadasi? Nima bo'ldi? Voy, o'lmasam. Tinchlikmi o'zi? Yuzingizga nima qildi? Nega qontalash? Nima bo'ldi? Sigirdan ajrab qoldik. Voy. Bo'g'ilib qoptimi? Ha? Bo'g'ilib qoptimi? Nima? O'lib qoptimi? O'rab ketdi. Voy. Nimaga o'g'rab ketadi? Nega endi bizni sigirimizni o'g'rab ketadi? Qanaqa olib ketadi? O'zi bittagina sigirimiz bor edi-ya. Bo'ldi, qilgin. Bo'ldi. Bolalarim rizqi edi-yu. Uni men niya hasratda boqayotgan edim. Jon dadasi. Bo'ldi qil deyapman, bolalarni uyg'otasan. Ertaga uchastkoviga boraman, top beradi. Uchastkoviy emas. Uchastkoviy qaysi bittasini yo'qolgan molni top beribdi, keyin biznikini topib beradi. Yino qiling dadasi, qidirib. Rakovga boraman, top beradi. Topilmasa-chi. Bor ichkariga kir. Kir ichkariga. O'zi shunaqa bo'ladi deb qo'ynimga kelgan edi. Xudoyim, ey, Xudoyim, ey.
ey xudo. Assalomu alaykum. Ke. Choydan qo'y. Ol, qani. Non dalam ol. Sheraliga choy qo'y. Qamayizdan ol. Ol. Bizga e'tibor berma. Sigirimizni o'g'irlab ketishibdi. A? Haligi imtihonga borasanmi, Bahrom? Boradi. Boradi. Ilohi amin. Ilohim besh olib kellaring. Allohu akbar. Borlaring. Aytganingiz kelsin. Shunaqa gaplar, xotin. Assalomu alaykum, tinchlikmi, yaxshimisizlar? Kelinglar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ko'rguli Rahmat, ekanda, ko'p ham xafa bo'lavermanglar. Ko'rgan kechirganlaring shu bo'lsin. Bolalaringiz omon bo'lsin, iloyim. Ay, endi peshanada bor ekan. Balki daraga chiqar. Rahmat. Ijabmas, Ha deb kuyunavermang qo'shni. Eshitdingmi, ertaga sochingni oldirmasdan maktabga kelmaysan. Bor ketaverlaring. Sen kutib tur. Domla Bahrom Tursunov keldi. Olib kiraymi? Olib kir. Ke. Assalomu alaykum. Burchakka tur. Tur. Buni qara. Hatto ko'kragida kamsamol znachugi ham yo'q. Kamsamol emishi yana. Kamsamoldan o'chirish kerak bunaqalarni. Maktab obro'sini tushiradigan bunday yaramaslarni umuman maktabdan haydash kerak. Xo'sh. Kecha fotolaboratoriyada bo'lgansan, ha? Ha. Fotoapparat yo'qolgan. Hamma gapiryapti, oxirida sen ketgan ekansan. Men olganim yo'q uni. Yaxshilikcha joyiga keltirib qo'y. Bo'lmasa militsiyaga berib yuboraman. O'zingga qiyin bo'ladi, bola. Men olganim yo'q deyapman-ku. Oy bola, sendan boshqa it olarmidi? Yaxshilikcha apparatni joyiga keltirib qo'y. Bo'lmasa yomon bo'ladi. Men olganim yo'q uni. Aybim yo'q, meni aybim yo'q. Voy Tirmizagi. Mana imtihonlarni ham topshirib bo'ldik. Qara, fizikadan 5 oldim. Senga ham gap yo'q. Endi imtihondan o'tganimiz uchun bir qozoq cho'monamiz, xo'pmi?
Qara, havoyam zo'r isib ketdi, ha? Ke, bitta kalla tashlasak muzdek bo'lamiz. Bo'pti. Muzlagan bo'lsa olib keling, ani obizamsanmi? To'xta. Boraman, tayyorlab qo'ygandi. Mana bu oq baliqlarni ko'rib qo'yinglar, ey. Ovimiz bugun juda ham zo'r bo'ldi-da o'zi. Voh. Rosa muzlagandir-a o'zi ham. Nimasini aytasan, qo'l tekkizib bo'lmaydi. Ja, mazza qiladigan bo'pmiz-da. Och bittasi. Menga qara, kabobing tayyor bo'ladimi bugun? Hozir. Bittadan olib turinglar, olib boraman. Yaxshi, men hozir tarvuz so'yaman. Qani qo'ysan. Hozir. Vay, tarvuz tanlashda ham adashmabman-a. O'gay otang-ku. Boshqa joyga borib cho'milamizmi? Kech bo'lib qoldi, uyga bora qolaylik, yur. Yo'q. Bular ertalabgacha ichib o'tiradiganga o'xshaydi. Yura qolsang-chi. Ke, Bilasanmi, miyamga bir ideya keldi. qanaqa ideya ekan? Sir saqlay olasanmi? Birovga aytmayman deb va'da berchi. Aytib jinni bo'lmanmi? 5 yildan beri kunim sizlarnikida o'tadi. Seni ota-onang, meni ota-onam. Bir umr sizlarni oldinglarda qarzdorman axir. Qo'ysang-chi bunaqa gaplarni. Menga qara. Ana u yerda maishat qilib o'tirgan badanni ko'rding-a? U seni onangni o'g'irlab ketgan. Otangni kasal qilib o'ldirgan. Esingdami? Ana u kuni biz uydan sigirni olib chiqib ketib qoldi. Ovozdan tanib qolgandim. Undan qanaqa bo'lsa ham qasos olishimiz kerak. Gaping to'g'ri. Men ham o'ch olaman deb dilimga tugib yuruvdim. Ha. Uyingda miltig'ing bor-a? Otmoqchimisan? Jinnimisan? Faqat uydagi qimmatbaho narsalari bilan pullarini olib chiqib ketamiz, tushundingmi? O'g'rinikiga o'g'rilikka tusharkanmiz-da, ha? Esingni yepsan. Tutib olsa ikkalamizni ham so'yib tashlaydi. Menga qara, hali bularcha ertalabgacha o'tirishadi. Ungacha biz bemalol olib chiqib ketamiz. Onang qo'rqoq, bolalari yosh, miltiq o'qtalib qo'rqitsak, hamma narsani olib chiqib beradi, tamom. Ha? Bo'pti. Mayli, borib miltig'i olaylik. Qaytib kelgunimizcha qorong'i tushib qolar. Iti yo'q. Itni yomon ko'radi. Ketdik. Mayli. Yur. Ushla. Uzat. Sekan. Eshikni tambala. Ish taqilladimi? Qani? Qaraychi. Kim ekan? Buyur menga dedim. Qachondan beri o'ynaysan o'zing?
Chaqarma, jim bo'llaring. Jam o'chirlaring. Senlarga tegmaymiz. Bittang ovozing chiqmasin. Ovozing chiqarma dedim, jim bo'llaring. Jim. Mana shunday. Va qizlaring ko'rasanlar. Uyda boshqa hech kim bormi yo'qmi? Ha? Yo'q, hech kim. Qani unda pul, zayom, tilla buyumlaringni hammasini olib chiq. Hammasini beraman. Biron nojo'ya harakat qilsang otaman. Faqat bolalarimga tegmang. Pullaring qayerda? Qayerda pullaring? To'g'risini ayt. Senlar chetga o'tlaring. Chetga o'tlaring senlar. Qani qayerda? Bolalaringni chetga ol. Chetga o'tlaring senlar. Tez. Qani tez bo'l. Qani qayerda puling? Qayerda? Ha. Op chiq tezroq. Qani bo'l. Tezroq. Ovozing chiqmasin. Ehtiyot bo'l. Men g'otilib ketishim mumkin, ha? Ehtiyot bo'l. Buncha yimillaysan bo'l tez. Qani pulingni ol. Ol pulingni, ol, tez bo'l. O'zi bir tayinli joying bormi? Bor. Ha. Menga qara, yaxshisi bu yoqqa ber. Menda bexavotirroq bo'ladi. Mayli. Sen aytgancha bo'la qolsin. Haligi mana uni cho'ktirib yuborgan. Hech kim ko'rmasin. Yaxshi.